kichkina ekanmi? Bir oy oldin necha hafta deb beruvdi? Sal kichkinaroq, bir hafta kichkinaroq. Hayzingizga nisbatan bir hafta kichkina degani. Bir oy oldin bo'lgan bo'lsa, bizda 8 hafta bo'lgan bo'lishi kerak o'shanda. Значит, 7 hafta bo'lgan degan sizga, to'g'rimi? Rechalarni urishini eshittirdimi? Ha, eshitdilar. 7 haftalik dedi. Chin dildan xohlovdingizmi o'zi tug'ishi yo'qmi? Men yo'q, rejamda yo'q edi. Tug'mayman dedim-da, yoshim katta. Tug'madim-da, bo'ldi, 3 ta qizim yetadi, 3 ta qizim bor. Endi qizlarimiz yaxshi bo'laman. Endi bilmayman-da, hozir yoshim katta. Ya yoshicha katta ham deb bo'lmaydi. Qarang, odam chin dildan nimanidir istasa, Xudoyim ham shunga yordam beradi haqiqatan. Bolajoningiz o'smay qolibdi. 8 haftada to'xtab qolibdi. Ko'nglingizga tug'gingiz kelmagan shekilli-da o'zi.